Salom do'stlar, siz mushuklarni yaxshi ko'rasizmi? Bugun siz uchun mushuklar haqida bilmagan, hatto eshitmagan eng qiziq, eng g'ayritabiiy faktlarni aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Mushuklarning g'ayritabiiy odatlari. Mushuklar sizni davolaydi. Ularning ovoz to'lqinlari 25-150 Gz oralig'ida bo'ladi. Bu chastotda suyaklarni tez bitkazadi, stressni kamaytiradi, yurak urishini barqarorlaydi. Mushuklar sizni o'z hududi sifatida belgilaydi. Ular oyoqlaringizga ishqalansa, bu meniki degani. Bu sizga mehr ko'rsatish emas, hududni belgilash instinkti. Mushuklar kechasi ko'radi, lekin qorong'ini ko'rmaydi. Ular nur bo'lmasa ko'rmaydi, lekin juda oz yorug'likni o'zida ham odamdan 6 barobar yaxshiroq ko'ra oladi. Mushuklar sizni hech qachon unutmaydi. Ularning xotirasi itlarga qaraganda 200 barobar kuchli. Ular yomonlikni ham, yaxshilikni ham butun umr eslab yuradi. Mushuklarning 5 xil xarakter turi bor. Qiziquvchan, qo'rqoq, mehribon, mustaqil, o'yinchi, sokin mushuk, eng aqlli mushuk. Kam miyovlaydigan. Mushuklar atrofini ko'proq kuzatadi, vaziyatni tahlil qiladi. Bu aql belgisi. Mushuklar faqat ishonadigan odami bilan uxlaydi. Agar mushuk sizning yoningizda uxlayotgan bo'lsa, bu eng yuqori darajadagi ishonch belgisi. Mushuklar haqida umumiy faktlar. Mushuklarning yuragi odamnikidan 2 barobar tez uradi. Mushuklar 100 dan ortiq tovush chiqaradi. Mushuklarning mo'ylovi uning GPS navigatsiyasi hisoblanadi. Mushuklar dumini qimirlatsa asabiylashgan, dumi tik tursa quvonayotgan bo'ladi. Mushuklarning kuchi uning egasini tushunishga yetadi. Ular odamning ovozidan, yurishidan, kayfiyatidan tushkunlik yoki quvonchni sezadi. Mushuklarning ko'zi odamnikidan butunlay boshqacha tuzilgan. Ularning quloqlari 180 gradus buriladi. Ular yer qimirlashini oldindan sezadi. Mushuklar ko'p narsani energiya orqali sezadi. Shuning uchun ular sizning kayfiyatingizni boshqalardan oldin biladi. Butun dunyo tan olgan mushuklar. Grumpy Cat dunyodagi eng jahldor mushuk. U internetda mashhur bo'lib, egasiga $100 million ortiq daromad keltirgan. Maru qutilarni yaxshi ko'radigan yapon mushugi. U har bir qutiga sakrab, dunyo bo'yicha 500 milliondan ortiq ko'rish yiqqan. Tavsiya: tarixdagi eng ko'p sichqon tutgan mushuk. Umri davomida 28 mingta sichqon tutganligi qayd qilingan. Stavros shaharning meri bo'lgan mushuk. Alaska shtatida Talketna shahrida mushuk 20 yil davomida mer bo'lib ishlagan. Stepan urushda omon qolib bloger bo'lgan mushuk. Ukrainalik mushuk butun dunyo bo'yicha mashhur bo'lib, millionlab ko'ruvchilar to'plagan. Mushuklar o'zini mustaqil qilib ko'rsatadi, lekin aslida ular juda ham nozik va mehrga chanqoq. Ular sizning ovozingizni eslab yuradi, hidingizni tanlaydi, kayfiyatingizni sezadi. Mushuk uy hayvoni emas. Mushuk bu terapiya, do'st, mehr, tinchlikdir. Uning ovozi, yoningizda uxlab qolishi, sizni kuzatib turishi, bularning barchasi mehr belgisi. Shuning uchun mushukni asrang, chunki mushuk eng sokin, eng ziyrak, eng sadoqatli do'stlardan biridir.